Assalomu alaykum hurmatli YouTube xalqlar. Mana sizlarga MDF klassika Andijon Sharxon bozorimizdan ko'rishingiz mumkin. Va bular razmerlarga keladigan bo'lsa, eniga 360, 370 joyga tushadi, balandligi 270 joyga tushadigan doskalarning ustida искусственный quyma 65 cm kengligi, ichini chuqurliklari ham 50 cm dan, shkaflarining ichi 60 cm dan. Do'stlar, bularımızda gaz, vitichka, semistitillari, ichida mana sushulkalari bilan ko'rishingiz mumkin. Ikkita kargosi bor, yonboshda tandem mexanizmni qo'yilgan. G'aladonlari ham do'stlar ko'rishingiz mumkin, mana chuqur holatda. Vakuum eshikli, davotchilik bo'ladi. Gaz vitichkalari ham zo'ridan qo'yilgan, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Bularimizni summasiga keladigan bo'lsa, mashturishi 20 million so'm kami bor. Bitta pasport evaziga kelib, xarid qilib ketishingiz mumkin, muddatli to'lov asosida. Hop, bundan tashqari boshqa arzon ishlarimiz ham bor. Hozir video davomida ularni ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqalari granit kafel. To'plarni ham qo'yib qo'yilgan chiroyli holatda. Hop, bunga to'liq ma'lumot beradigan bo'lsa, do'stlar, ichlarini vodiyli mebelini ko'pchilik yomon deb balin negativ yozadiganlarni chuqurliklari 50 cm, tag qismi, shkaflari 60 cm, bu yerda yuqori qismi ham 35 cm. Bemalol ayollarimiz idish tovoqlarni xotirjam qo'yishi mumkin. Xo'p do'stlar, bulardan tashqari bu yerda arzonroq so'rayotganlarga mo'yka grant ichida, sushulkasi ichida, razmerlari 240 holatda bo'ladi. Akril rossiyskiy stalishnisalar qo'yib beriladi. Orqalari granit kafel. Shu turishi 3 million 800 ming so'mdan. Akril varianti 3 million 300 ming so'mga, laminat variantini mo'yka sushulkasi bilan birga olib ketishingiz mumkin do'stlar. Bu akril varianti, bu laminat varianti ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bularda chuqurliklari keladigan bo'lsa, 45 ga 30 cm bo'ladi yuqori qismi ham. 45 30 ga 45 cm bo'ladi. Chekalari poni reziniy plastmassa, osha-moshalari vakuum bo'ladi. Hop, bu tarafga keladigan bo'lsak, kichkinasi 180, ko'pincha domlarga tushadigan variantimiz bularimiz. Mo'ykalari bilan, semistitillari bilan birga xuddi shu holatda 45 ga 30 bachoy bo'ladi. Ichini chuqurligi, bu ham reziniy plastmassa 100% vakuum eshigi bo'ladi. Akril materiallar 3 million so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Muddatli to'lov asosida bitta pasport evaziga kelsanglar, oformlat qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda esa 275 cm bo'lgan doskalarning ustida qalin rossiyskiy 4 cm stalishniy qo'yilgan. Osha-moshalari vakuum. Orqalari kafel bo'lgan mana. Buni ham 4 burchak mo'yka, grant sushulkalari bor. 5 million so'mdan aksiyaga qo'yiladi do'stlar. Taylariga chuqurligiga keladigan bo'lsak, 45 ga 30 bo'ladi. Boshqa rasvetkalari bor, oqqa seri, oq har xil rasvetkalari bor. 10 chapi bor ishlarimizda. Endi bundan ham arzonroq so'raganlarga 3 metr razmerda ham ishlarimiz bor, 270 ham bor, laminat variantlari bor. Hozir video davomida ularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Do'stlar, mana 3 metr razmerda so'rayotgan odamlarga laminat variant, rossiyskiy laminatda bo'lgan, rossiyskiy stalishniy bo'lgan, tepalari 30 cm, chuqurligi, taylari 45 cm bo'lgan, 100% vakuum bo'ladi, chekalari reziniy plastmassa bo'ladi, korpusi ham, fasadi ham. Ko'rishingiz mumkin. Mo'yka sushulka semistitillari bilan birga 4,5 million so'mdan optimga chiqarib beramiz. Bitta pasport evaziga bularni ham xarid qilishingiz mumkin. 2 xil rasvetkasi bor, ko'rishingiz mumkin. 3 metrlik ishlarimiz. Ro'parada esa 270 imiz bor, laminat varianti ko'rishingiz mumkin. Chiroyli holatda, bu ham xuddi shu holatda mo'yka semistitli sushulkalari bilan birga. Chekalari vakuum, osha-moshalari vakuum, chekalari reziniy plastmassa bo'ladi. Sushulkalari ham bor, bunaqa do'g'ri sushulkalari ham bor. Gaz vitichka uchadi, 70 laminat varianti. 4 million so'mdan xarid qilishingiz mumkin.